Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Shovot Avto kanali obunachilar. Do'stlar, bugun navbatdagi reklamamiz Largus bo'ladi. Prямо egalardan. Qolasanizlar, general devis beriladi, haydab yurasizlar. Motor remont bo'lgan ekan, kraskasi polni bir qator asujit qilingan, holati zo'r. Hamma narsasi o'ziniki. Motorni yurgan probegini ko'rsak edik, kilometri akkumulyator o'lib yotibdi, akkumulyator yo'q ichida, akkumulyator kelib qo'yib haydab kelsangizlar bo'ladi. Akkumulyator qo'ygandan keyin ko'rsatadi ekan probegini. Hozirna motor qismini ham ochib ko'rsataman sizlarga. Renault motor. Motorning holati zo'r. Propan ham bormi? Propan gaz ham bor ekan. Bakalina. Ko'rsangiz, bemalol olib taksi qilaman yoki bozorchilik qilaman desangizlar, olib haydab yurasizlar. Narxi zo'r do'stlar, 7 местali. Mana ko'rsangiz mumkin. 7 mesta. Balolar ham normalniy. Bemalol telefonlashib, kelishib olishingiz mumkin. Hozir nomer qimmatlashdi do'stlar. Shu nomerni o'zidan general bilan yuraversangiz ham bo'ladi. Holati zo'r. Narxini keladigan bo'lsak, narxi 70 million so'm narx aytib turibdi. Prямо yegan nomerni qoldirib qo'yaman. Telefonlashib, kelishib olaverasizlar. Oqsvet 2014-yil Renault motor. Yurganini akkumulyator qo'ygandan keyin ko'rib tekshirib olaverasizlar. Holati zo'r. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa do'stlar, birdan-birdan like ni bosib, ularga sizlarga tashakkur qilamiz.